Ulug'bek, assalomu alaykum. Alaykum. Komol. Bormisan? Yaxshi kelib o'tirma bunda. Kimsiz? Sana qanaqa yaxshi ko'rishim bilmaysan, ukam. Yaxshi ham borsan, xalas ko'rsan. Qara, bugun uydan kelayotganda yonib quloqdim o'dim. Ha. Telefonda paybidan to'lib yuboraman dedim-da. Keyin men kelganda telefonim o'chib turibdi-da. O'shanda nima qilishimni bilmay qoldim. Yaxshi sen xalaskorim bo'lsan, hozir nima yesak ham senga to'lib yuborasan, menga o'zing sen yordam qilib yuborasan. Oldingi safar ham xuddi shunaqa dedingiz. Men to'lab yubordim, qaytarganingiz yo'q, aka. Endi bugun ham shunaqa deyapsizmi? Shuni eslab yuribsanmi endi? Uyaling, aka. Zakaz qilganmizmi? To'xtagin, nari bolalar kelsin, keyin zakaz qilamiz. Pas. Chiroyli gapiring. Assalomu alaykum. Mahmud, ukagina bormisan? Unda turib so'rashadi og'aylar bilan. Sen biroz gap bor, o'tirmay turing. Sen o'tiraverma bitta. Yaxshi yo'ldinglarmi siz? Bitta gap bor. Qara, yaxshi ham kelding. Tinchlikmi? Men bolalar bilmasin-ku. Menga olsan kelganiga xursand bo'lib ketdim. Men komonlarga yetmadim-da. O'shanga bilaman-da, u pishiq bo'lasan, qo'ling ochiq. O'shanga sen bilan aql qilib to'lab borasan deb bilganmi, ukam? Bir qo'lib olib, ertagami qilib beraman pulingni. Okey, qabul bo'lmay, o'zi 2 marta shunaqa bo'ldi-da, 2 marta uchinchisi bo'ladi. Okey, qabul bo'lmay, o'zingga loyiq qilib kelganman-da. Oldinglarni bermanmi? Oldinglar bermadingiz-da, okey. Pas bo'lar ekan zaki. Sana nima? O'zingga loyiq qilib kelganman, qabul bo'lmay. Boshqa sabab bo'lsa mayli. Yo'llaringda bunda pul olib yursalaring bo'lmaydi-da. Bunchalik pas bo'lmadan. Ukam, bu yerda mantisi zo'r deyishadi. Zo'r aka. Menga 4 dona manti. Qabul. Manta zo'r bo'lsa, menga ham 4 ta manta aytib okey. Nima okey? Menga to'g'ri. Voy, qani. Men manta yemayman, o'zi uncha qorin to'qrog'ida har xil ovqatlar bor ekan ular. Bor aka. Yaqin borgan ukam bir. Merhaba ukam. Seni yoqqa chaqirganim. Pirojkalar sotasizlarmi? Pirojkalar bo'lmaydimi? Pirojka. Qani eng arzon ovqatlar nima? Sho'rvalar bormi? 35 ming bor. Sho'rva bor, qo'y go'shtiga qilinganmi? Qo'y go'shtiga qilingan. Yaxshi, 35 ming bo'lsa yaxshi arzon ekan. Qani o'shani go'shtsiz olib kelsang qancha? Bir 10 minglarga berasizlarmi? Qarzga yozib qo'ysam-chi, unaqa bo'lmaydimi? Yana kelib qolsin. Assalomu alaykum. Hikmatjon ukam. Bormasa, charchamay. Zo'r kun yig'ibsan. Senda bir gap bor. Bitta gap bor. Senga ukam o'zing bir ro'yxat qilib anaqa qilib yuborgan. Yo'q aka, men yig'ishimdan maqsad o'tga hammalarni farzandli bo'luvdim. Tabriklayman aka. Muammo aka, hamma narsa olib bemalol yuraver aka, bexijolat. San hisobingdan. Hisobimdan aka. Shuni aytib qo'ymiysan-da. Qo'limoga it olasizlarmi aka? Endichi bo'lmasam, qara, men boya hazillashdim. Menga bir 5 ta shashlik bilan mantisini ham uyg'urcha deydi-yu. Uyg'urchadan bir 4 ta olib kelib, ortmasa sabr olib ketaman-a. Endi bunga ham bir tuzroq olib kelgin-da endi. Men bilan manti yotam pastda. Bunga ham bir 4 ta shashlik bilan bir 3 ta manti yeysan, amallab yeysan. Ortmasa mayli, men sabr olib ketaman. Qani, tezroq olinglar endi.